Assalomu alaykum Andijon Tunikafon kanalida do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa bir dona aktivmachalarni bosib pardashga qilasizlar. Bu ishimizni Marhamat shaharida qilib beryapmiz. Kimiki Tunikafondan ishlar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Mana shu shapkalarimiz tugab qolyapti. Mana bu lola gullarimizni ham qo'yib chiroyli qilib beryapmiz. Bu ishimizni 130 ming so'mdan qilib beryapmiz. Tarnovimiz metrini esa 60 ming so'mdan o'rnatib beryapmiz. Xohlasa xizmatdan kerak bo'lsa vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Mana shapkalarimiz shu bitib qoldi. Hozir mana mayli chiroyli qilib ko'rib qilib, xudo xolasa bitirib qo'yamiz. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab 120 ming so'mdan 150 ming so'mga doğru qilib beryapmiz. Bu esa mana obunachilar robotxonasi. Bu ishimiz oqqa shikalat rangidan qilyapmiz. Buni ko'rib turibsizlar. Go'zal bo'lib chiqyapti. Hozir bularimizni ham olib kelganmiz. Endi joyiga qatirsak, xudo xolasa o'sha bitgandan keyin joylaymiz. Xudo xolasa mana ichiga mana tillarimizdan, mana tilla rangimizdan mana ichiga mana tortib chiroyli qilib o'rnatyapmiz. Hali so'kullarimiz ham bo'ladi. So'kullari ham bo'ladi. Xudo xolasa deyiladi fasonimizda bo'lyapti bu. Mana bu materiallarni olib kelganmiz. Mana ko'rib turibsizlar, obunasizlar. Mana turbalarimizni ham olib keldik. Bu esa mana tashqari shapkasi. Mana ko'rib turibsizlar, xudo xolasa xizmatlar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Nomerlarimizni hozir ekranda qoldirib ketamiz.